Bu dorini kerakli joyda, kerakli saqlanmasanglar, srogiga qarab ichirmasanglar, bu zaharga aylanadi. Bilasizlar? O'shaning uchun, ya'ni bir xil vitaminlar bor, batlar bor, umuman foydasiz bo'lib qolib, zahar bo'lib qolib, bir xillari foyda bermaydi-ki, o'sha dori foyda bermadi deb yurasizlar-da. Ya'ni olayotgan joyinglarda nima, qanaqa, qaysi biri qanaqa turishini so'rab olinglar, qizlar. Bu dorilarim meni bemalol shkafda turishi mumkin, o'shaning uchun shkafga qo'yib qo'yaman, ya'ni yog'i tushmaydigan joy. Turadi, mana ichiraman. Har kuni ertalab ichiraman bu dorilarni. Omega, zink, vitamin hammasini beraman. Ko'rasam, mana bu ham mana shunaqa joyga qo'yib qo'ygan. Mana ichida turibdi, hammasi ichida turibdi. Mana yog'i tushmasin deganlar, mana o'zidek qo'yib qo'yganman. Bu meniki, bu ham yog'i tushmasin deganlar. Kollagen mana D3 beraman. Bolamga har doim beraman. Ham D3si bor, ham vitamin D3, ham полный multivitamin deb bu ham mana. Вообще zo'r. Kapsula dori ichgisi kelmaydi.